Joriy yilning 4-fevral sanasida O'RQ 11-16 son qonun bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Aynan shu o'zgartirish va qo'shimchalar bilan yo'l patrul xizmati xodimlariga ma'muriy jarima qo'llash o'rniga ma'muriy ogohlantirish qo'llash vakolati berildi. Qanday hollarda haydovchilarga nisbatan ma'muriy ogohlantirish beriladi? Xo'p, haydovchilar agar kamarni taqmagan bo'lsa, avtotransport vositasini boshqarayotganda to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan bo'lsa, telefondan foydalanib kelayotgan bo'lsa, monitordan foydalanayotgan bo'lsa, majburiy sug'urta talablarini buzgan bo'lsa, texnik ko'rikdan avtotransport vositasini o'tkazmagan bo'lsa, ushbu holatlarda haydovchilarga nisbatan ma'muriy jarima o'rniga ogohlantirish qo'llash mumkin. Ogohlantirish faqatgina 1 yilda 1 marta qo'llaniladi va asosiy inobatga olinadigan jihati ma'muriy ogohlantirishni qo'llashda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchilarni haqiqatdan ma'muriy qoidabuzarlikni tan olgan holatdagina qo'llanilishi mumkin. Ya'ni bu yerda yalinish u ma'noda ketmayapti normativ huquqiy hujjatda. U yerda faqatgina haydovchi haqiqatdan yo'l qoidalarini, harakatlanish qoidalarini buzganligini tan olsa, aybiga iqror bo'lsa, shu holatdagina unga nisbatan ogohlantirish qo'llanilishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda harakatni amalga oshiramiz va videoni yaqinlarimizga tashlab qo'yamiz.